Fasad qismi 27 metr bo'lgan bitta zo'r joyga kelganmiz. Yer hisobida sotilyapti, korobka holatiga keltirilgan. Quruvchilargami, ikkita o'g'li bor akalargami yoki ikkiga bo'lib oladigan aka-ukalargami zo'r variant, narxi ham juda ham yumshoq chiqyapti, ko'rib turinglar, qiziq bo'ladi. Ko'chalarni qaranglar, anaqa yaxshi uylar tushgan, kengligi ham zo'r, bemalol ikkita mashina o'tadi. Uyimizning fasad qismini ko'rsanglar bo'ladi. Ikkita darvoza tashab ketilgan, shu fasadimiz 27 metr ekan. Hozir ichkarini ko'ramiz. Uyimiz ikkinchi darvozada umumiy holatini bitta ko'rsataman sizlarga. Qaranglar, pastda 4 ta xona уже qurilgan, tomlari yopilgan ekan, ko'ryapsizlar. Hozir men podol ustiga chiqdim. Podol ko'langan, tepalariga plita tashalgan. O'zidan ancha-muncha stroy material chiqadi. Quruvchilarga ham zo'r variant ekan. Umumiy maydoni 27 ga, ichkarisi 25 metr. O'shanda umumiy maydoni где-то 7 sotuvlar chiqyapti. Narxi ham zo'r narxda bo'ladi. Hozir narxini aytaman. Beltepada bir sotuv yer narxi 45 ming 50 ming joylashgan joyga qarab, bilasizlar, fasadi katta gulovoga tushgan joylar juda ham qimmat yuradi, lekin bu egalari insof bilan narxini 43 ming dollardan bir sotikka deyishyapti. Kelishadigan joyi bor, aloqaga chiqinglar, baraka qilamiz.